Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Bugun biz sizlar bilan WeDrive taksimetr ilovamizda necha tip zakaz bajarish keraklik haqida video sarlavha tayyorlab turibmiz. Bugun sizlar bilan buyurtmalarni necha tip bajarish kerak haqida video ishlaymiz. Tak, ish boshlash uchun biz WeDrive taksimetr ilovasiga kiramiz va Go knopkasini bosamiz. Biz onlayn bo'ldik. Endi biroz kutishimiz kerak bo'ladi va zakazlarimiz kelishini kutamiz. Haydovchilik zakaz geldi. Bağdar ko'chadan 8000 so'mga start tarifinden naqd pulda qabul qilamiz. Tak, qabul qildik. Zakazi. Endi klientga telefon etamiz. Alo, assalomu alaykum. WeDrive programmasida taksi zakaz etibsizlar? Tamam. Bağdar ko'chadamisiz? Tamam, Bağdar ko'chada. Bo'ldi, bordim ha. Yaxshi. İlovamızda shuningdek tartibda yo'l chiziladi. Ya'ni bu mijoz turgan joy. Bu biza 1229 ofisining yonindamiz. Endi xudo xolasa zakazimizni boshlaymiz. Mijoz bilan gaplashib bo'ldik. Tak, ilovamizda navigator o'zi bizlarga yo'lni ko'rsatib boradi. Xudo xolasa bu yangi startapimizda kundan-kun yangiliklar chiqib turibdi. Play Marketda obnovleniya qilib tursangizlar, programmamizni toza versiyasini yuklab tursangizlar, hammasi chiroyli bo'ladi. Tak, adres bo'yicha biz o'tirmiz. Navigatsiya ham to'shni berilgan bo'lsa, mijoz ham topib olishimiz oson bo'ladi. Yana Bağdar ko'chada maktab yonidan zakaz beribdilar. Yine klientlarla gaplashib qoldik. Barib mijozga telefon etamiz hozir. Biz yetib keldik, yetib kelish knopkasini bosdik. Va endi yo'lga tushamiz. Yo'limiz 4 yo'lda ekan. Mijozimizni hozir binadi mashina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz zakaz etdingizmi? Ha, zakaz etdim. Esa ketdik. Tak, mijozimizni aytilgan joydan aldık. Zakazimiz boshlandi. Yine birinchi mijozimizni ham aldık. Mijozimiz bilan yetib boramiz. Naqd pulda zakaz chiqaribdilar. Eslatib o'taman, hurmatli haydovchilar, kartadan ham zakaz etsalar bo'ladi. Kartadan zakaz etsa, mijozni kartasidan sizlarning balanslaringizga tushadi. Agarda biza mijozni nedadir kutib turishimiz kerak bo'lsa, safar davomida kutish knopkasini bossak, kutish ishga tushadi. Kutish ishga tushgani mijoz telefonidan ham ko'rsanadi. Necha minut kutib turgani, necha so'm bo'lgani, barchasi buyurtmani oxirgi tafsilotlarida расчет qilinganida gap chiqadi. Mijozlarimiz sizlarga o'zini istaklarini bildirib, kommentariy yozib zakaz berishlari mumkin. Zakaz qabul qilishdan oldin hammasi buyurtma tafsilotlarida chiqadi. Tak, manzilimizga yetib keldik. Shamak boloxona belgilayapsizmi? Esa zakazimizni tugatamiz. 8000 so'm bo'libdi sizdan. Hurmatli haydovchilar, mijozlarni tushirgandan keyin 1 yulduzdan 5 yulduzgacha baho qo'yib bilasizlar. Bu zakaz tugagandan keyin ko'rinadi. 1 yulduzdan klient o'zini nechik yomon holatda tutganini ko'rsatsa, 5 yulduzcha yo 4 yulduzcha shuna bog'liq boshqa sabablar ham ko'rsatadi. Undan tashqari klient sizlarga pullarni bermay tushib ketsa, u haqida kommentariya bo'limida boshqa sababni belgilab, o'zlaringiz jalb yozib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, o'zlaringiz ko'rdingizlar, birma-bir har bir etapni ko'rsatib chiqdik sizlarga. Klientni mindirishdan tortib, klientni tushirishdan bo'lgan jarayonlar hammasi avtomatlashtirilgan. O'zi WeDrive taksi kompaniyasini asos solishimdan maqsad o'zimni dasturiy ta'minotimni ishlab chiqishadi. O'zimni O'zbekistonda ko'rsatib, taksi sohasi bo'yicha, ya'ni taksi mobility bo'yicha o'zimni milliy brendimni yaratishadi. Va shu meni o'zimni orzuma, maqsadimga etap-etap erishishga yotirman. Biza bilan bo'linglar. Biza xaritalar ustida, ilovamiz ustida va boshqa yangi innovatsiyalar ilgari surgan holatda o'z ish faoliyatimizni rivojlantirishga sizlarga va'da beramiz. Sog' bo'linglar.